Navbatdagi o'rnatib jarayonimiz Toshkent hamda Vodiy yo'nalishidagi issiqlik stansiyasini ro'parasiga avtomatika darvozamizni o'rnatib berganmiz. Darvozamizni bo'yi 3 metrga, eni 4 metr bo'lgan, hamda yoniga kaltkasi bilan birgalikda o'rnatib berganmiz. Kaltkamiz esa bo'yi 3 metrga, eni 1,5 metr bo'lgan. Mana shu jarayonimiz bitta. Akamizga pultini topshiramiz. Aka, qutlug' bo'lsin. Rahmat. Shu bizni kuzatayotganlarga darvoza haqida ikki og'iz fikringiz. Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun ushbu darvozamiz o'rnatildi. Shukrullo avtomatika darvozasiga onlayn zakaz bergandik. O'z vaqtida yetib keldi. Mana 25-yil 25-dekabr. Sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz. Juda mustahkam, ishlari yaxshi. Qutlug' bo'lsin aka. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Kimga shunaqangi sifatli avtomatika darvozalar kerak bo'lsa, ekran pastidagi nomerlarga aloqaga chiqaringizlar, batafsil ma'lumot telefonda aytib o'tamiz.